Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan Yume terapiya mutaxassisiman, Dilmurod bo'laman. Bugun sizlarga boshim aylanib ketdi. Xuddi shunday sizlarda ham kuzatiladimi? Boshlaring aylanib ketadimi? Demak, boshlaringga qon kelmayapti. Ya'ni qon bilan kislorod, bosh miya kislorodga to'yinmayapti. Sizlarga shunga mashq ko'rsataman. E'tibor berib qaranglar. Barmoqlaringni shunday qilib mana uqalaysiz. 20-30 marta uqalaysizlar. O'ng qo'llaringni bu tomonidan, chap qo'llaringni bu tomonga, ya'ni yo'g'on ikkita arteriya bor. Shunda qon aylanishi yaxshi emasligidan, balki protruziya bor, balki osteoxondroz bor. Xullas boshga kislorod kelmayapti. Shuni hisobiga boshlaring aylanadi. Sizlarga mana shu mashq, chiroyli mashq, eslab saqlab qoling. Va o'z fikrlaringni kommentariyaga qoldiringlar. Podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bosib yaqinlaringga tarqatinglar. Kimni boshi aylansa, shu mashqni ko'rsatasiz. Albatta, bo'yinda ertalab, kechqurun massaj qilasizlar. Salomat bo'ling.